Damas savdoda 2024-yil oxirida 2025-yil kuzov bilan ishlab chiqarilgan, holatlari idealniy bo'lib turgan, olib haydashligiga tayyor Damas mashinasi kelib qoldi. Xo'p, salonlari ham zo'r bo'lib turibdi. Tizilgan joylari ham yo'q. Mashinaga ancha mehr berib, ancha akkuratni haydashgan ekan. Patroklarini qoratirib olib chiqib qo'yilgan. Malibu barlargacha uстановка bo'lgan. O'zini besparodniy zaryadkalari bilan va bunaqa yaxshi qimmat chexollar taqib qo'yilgan. Yasovchalarigacha bor. Probegi 27 ming kilometr. O'zini halol yurgan probegi. Yaxshi bilan poluklarga solib qo'yilgan, tapetli ko'jalar, rul ko'jalar. Xo'p, apchkalargacha koja qilib qo'yilgan. Salonlari bilan bir xil qilib. Xo'p, eshiklarigacha ligirovka bo'lgan. Barmog'i yopiladi. 4 ta yaxshi yumshoq archa 13 balon taqib qo'yilgan. Metan gazgacha uстановка bo'lgan. Oldi faralargacha litlar taqib qo'yilgan. Mashinani hech qayerda hech qanaqa aybi, nuqsoni, kamchiliklari yo'q. Tosh ketgan, sarapina bo'lgan, miyatina bo'lgan joylarigacha yo'q. Baholasa olib mazza qilib haydaysizlar. Hech qanaqa xarajati yo'q. Xohlagan ustunlarga, xohlagan ustunlarni olib kelib, ko'rib, ko'rsatib, tekshirtirib olasizlar. Damas savdodan olib mazza qilib haydayman degan akalarimiz uchun $7000 bo'lsa berib yuboramiz.